bahorida ochilsa lolalar, qirlariga chopadi bolalar, quvonishib shoh qiz bolalar, kuylashadi zo'r yallalar. Bahorida ochilsa lolalar, qirlariga chopadi bolalar, quvonishib shoh qiz bolalar, kuylashadi zo'r yallalar. Va senga intizor ko'ngillar, hajingda qiynalar oshiqlar, bir ko'rsang dunyolar yorishar, tanhosan o'zing go'zalginam. Va senga intizor ko'ngillar, hajingda qiynalar oshiqlar, bir ko'rsang dunyolar yorishar, tanhosan o'zing go'zalginam. Bahorida ochilsa lolalar, qirlariga chopadi bolalar, quvonishib shoh qiz bolalar, kuylashadi zo'r yallalar. Shirindir hattoki hijroning, go'zalim qolmasin armoning, bo'laman baribir sultoning, tanhosan o'zing go'zalginam. Shirindir hattoki hijroning, go'zalim qolmasin armoning, bo'laman baribir sultoning, tanhosan o'zing go'zalginam. Bahorida ochilsa lolalar, qirlariga chopadi bolalar, quvonishib shoh qiz bolalar, kuylashadi zo'r yallalar. Senayin chiroyoq gullarda, oromim o'g'irlab tunlarda. Senayin chiroyoq gullarda, oromim o'g'irlab tunlarda. Ishim yo'q suluv xurlarda, tanhosan o'zing go'zalginam. Ishim yo'q suluv xurlarda, tanhosan o'zing go'zalginam. Bahorida ochilsa lolalar, qirlariga chopadi bolalar, quvonishib shoh qiz bolalar, kuylashadi zo'r yallalar. Bahorida ochilsa lolalar, qirlariga chopadi bolalar, quvonishib shoh qiz bolalar. Bir vaqtning o'zida ona, ota, bobo, buvi, aka, opa, do'st bo'la oladi. Marhamat. Eng yomon o'quvchimni boshqa sinfdagi eng yaxshi 10 ta o'quvchiga almashmayman. O'quvchingiz hayotiy masalada sizdan maslahat so'rayaptimi? Demak, ustoz darajasiga yetilibsiz. Muborak bo'lsin. Biz ustozlar o'quvchilarimizga maktabda emas, hayotda ham a'lochi bo'lishlari uchun ko'mak beramiz. Hayot o'zi bu katta bir sahna asari. O'quvchi esa shu asarning muallifidir. Hajingda qiynalar oshiqlar.